Bugungi mavzuyimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik kengashni tashkil etish haqida gaplashamiz. Ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik kengashni tashkil etish ish shakli, uni o'tkazish metodikasi va pedagogik kengashning vazifalari haqida gaplashib chiqamiz. Pedagogik kengash o'zi nima? Bu qanday kengash? Pedagogik kengash bu maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglardan tarkib topgan kengash a'zoligi asosida tashkil etiladigan yig'ilish tarkibiga kiradigan metodik mahorat maktabi desak ham bo'ladi. Aynan pedagogik kengashda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ko'rib chiqiladigan asosiy muhim masalalar, ya'ni bu tarbiyachilar faoliyati, bolalar bilan olib boriladigan ham ta'limiy ham tarbiyaviy faoliyatlar yuzasidan metodik maslahatlar beriladi. Bundan tashqari kollegial ishlab chiqaradigan qarorlar ham amalga oshiriladi. Pedagogik kengashni biz asosiy jihati shundaki, u maktabgacha ta'lim tashkilotidagi barcha ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni vazifalar, ya'ni asosiy vazifadan kelib chiqqan holatda faoliyatga tatbiq etadigan tarbiyachilar faoliyatiga oid bo'lgan qarorlar yo farmonlar keladigan bo'lsa, aynan pedagoglarga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, buni biz o'sha pedagogik kengashlarda muhokamadan o'tkazib olamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik kengash oliy organ hisoblanadi. Pedagogik kengashda rais direktor bo'ladi hamda bittadan kotib bo'ladi. Pedagogik kengashda qaror qabul qilinadi va qilingan qarorga barcha pedagoglar bo'ysunishga majbur hisoblanadi. Pedagogik kengash a'zolariga maktabgacha ta'lim tashkilotining barcha pedagoglari, undan tashqari hamshiralar ham a'zo bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kuzatuvchi sifatida pedagogik kengashga kuzatuv kengashdan vakil, mahalla va maktabdan vakillar biriktirib ko'riladi, ya'ni haqqoniy tartibda o'tkazilishini nazorat qilish maqsadida. Pedagogik kengash ikki xil tarzda tashkil etiladi: navbatdagi pedagogik kengash va navbatdan tashqari pedagogik kengash. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida navbatdagi pedagogik kengashlar maktabgacha ta'lim tashkilotining yillik ish rejasi asosida olib boriladi. Pedagogik kengash navbatdagi 1 yilda 4 marta o'tkaziladi. Bu avgust oyida, noyabr, fevral va may oylarida o'tkaziladi. Yillik ish reja asosi deganim, har bir maktabgacha ta'lim tashkiloti asosiy vazifalardan kelib chiqqan holatda avgust oyida o'zining yillik ish rejasini ishlab chiqadi. Yillik ish rejada bo'limlari bor. Bu birinchi navbatli bo'lim u yerdagi oldingi yil hisobotlari hamda bu o'quv yilining asosiy vazifalari. Undan keyingi bo'limi maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik xodimlari haqida ma'lumot va pedagoglarni malaka oshirish rejasi. Undan so'ng pedagogik kengashning ish rejasi beriladi, keyin seminarlar, ochiq mashg'ulotlar, jadvallar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimiz, sport tadbirlari, hamkorlik ish rejalari, nazorat turlari ham bu yerda ko'rsatilib o'tiladi faoliyatlar kesimida va mana shu pedagogik kengashda yuqorida o'tilgan masalalarni aksariyatini ko'pincha muhokamasini pedagogik kengashda o'tkazamiz. Pedagogik kengashda quyidagi masalalar ko'rib chiqiladi, ya'ni bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni o'zlashtirish darajasi, ularni hal qilish yo'llari topiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ish jarayonidagi pedagogik jihatdan olib boriladigan faoliyatlar, pedagoglarning tajribalarini joriy etish, ommalashtirish. Hozirda ommalashtirish qisqartirildi, lekin shundada biz pedagogik kengashda o'zimiz o'quv dasturlarimizni, metodik qo'llanmalarimizni ham ishlab chiqib, pedagogik kengashda tasdiqlatib olamiz. Bundan tashqari pedagogik kengashda birinchi pedagogik kengashda maktabgacha ta'lim tashkilotining kun tartibi, guruh kun tartiblari, tarbiyachilarning, pedagoglarning ish hujjatlari, ish taqsimotlari, shtatlar jadvali hamda faoliyatlar, ya'ni ta'limiy faoliyatlar jadvallari tasdiqlanib olinadi. Shu bilan birgalikda asosiy vazifadan kelib chiqqan holatda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish rejalari o'sha pedagogik kengashlar muhokamasida ko'rib chiqiladi. Bunda tarbiyachilarning metod birlashma ishlariga mas'ulliklari hamda biriktirib boriladi. Malaka oshirish rejasining bajarilish holati ko'riladi. Nazorat turlari bo'yicha tekshiruv hisobotlari, xodimlarning hisobotlari yil yakuniga kelib tarbiyachilarning o'zlashtirish va bolalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari hisobotda eshittiriladi.
hamda tashkilotdagi sanitar-gigiyenik holatning ahvoli, tarbiyalanuvchilarning sog'lig'i, tashkilot faoliyatining boshqa masalalari hammasi pedagogik kengash muhokamasidan yil yakunida may oyida o'tkazilib boriladi. Umumiy tarzda har bir faoliyatlar kesimida hisobot keyin uslubchi tomonidan eshittiriladi yillik hisobot tarzida. Pedagogik kengash tarkibiga hozir aytib o'tganimdek uslubchi, tarbiyachi, musiqa rahbari, tashkilot shifokori, hamshira, kasb uyushmasi raisi bo'lsa ular hamda kuzatuv tarzida kuzatuv kengashidan vakillar ishtirok eta oladi. Pedagogik kengashning asosiy vazifalari nimadan iborat? Bolalarni egallashi lozim bo'lgan bilim, malaka, ko'nikmalarini ta'minlashda pedagog jamoani birlashuvini kuchaytirish, davlat ta'lim standarti bo'yicha, davlat ta'lim dasturi bo'yicha faoliyatlarni to'g'ri tartibga solish, kerakli chora-tadbirlarni ishlab chiqish, faoliyatlar to'g'ri olib borilish jarayonini nazorat qilish, kerakli qonun qarorlari ishlab chiqish, axborot texnologiyalarini joriy etish, yangi texnologiyalar asosida faoliyatlarni olib borish, bolalardagi milliylik, umuminsoniy qadriyatlar asosida ularga ta'lim-tarbiya berishda tarbiyachilarning faoliyatlari, ularga maslahatlar berish va tavsiyalar berish hamda faoliyatlarni nazorat qilish. Yangi pedagogik texnologiya asosida faoliyatlarni tatbiq etishda STEM texnologiyasi, robototexnika, mental arifmetika usullaridan keng foydalanish agar asosiy vazifa sifatida kiritilgan bo'lsa. Bundan tashqari, barcha faoliyatlarda tarbiyachining mahoratini nazoratga olish va ularni faoliyatlarda tatbiq eta olish. Masalan, integratsiya faoliyat turlari. Markazlar integratsiyasini asosan tarbiyachilarimiz qiynaladi yoki frontal faoliyatlarni integratsiya qilishda, ya'ni bir-biriga bog'lagan holatda olib borishda va markazga bog'lab ularni o'tkazish usullarida qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Yosh pedagoglarimiz sayrni noto'g'ri tashkil etishlari mumkin. Faoliyatlarni rejalashtirish tartibi, kunning ikkinchi yarmini to'g'ri rejalashtirish, umuman har bir faoliyatni to'g'ri rejalashtirish va faoliyatda qo'llay olishga o'rgatishlar bo'yicha pedagogik kengashda muhokamalar olib boriladi. O'z navbatida pedagogik kengash suhbat asosida kichik guruhlarga bo'linib debat shakllarida tashkil etiladi. Pedagogik kengashni o'tkazish metodikasi bu kun tartibida belgilangan mavzular doirasida o'tkaziladi. Bunda barcha ishtirokchilar qatnashadi va undan tashqari pedagogik kengashni o'tkazish metodikasidan birinchisi bu mavzuning dolzarbligi. Olingan kun tartibidagi mavzu barcha uchun qiziq bo'lsin. Undan tashqari mana shu tanlangan mavzudan o'tkazilgan pedagogik kengash jarayonida pedagoglarimiz yengillik olib guruhga ish faoliyatiga borishsin. Pedagogik kengashdan har bir pedagog qandaydir bir yengillik kutib qoladi. Shunday ekan, pedagogik kengashni ko'proq oddiy ish vaqti kunlarida emas, aynan shanba kuni metod kun deb qabul qilinib, 3 oyda bir marta metod kun mahorat maktablari tashkil etilib o'tkazilsa, ya'ni uzoq muddat hisoblanadi bu. O'z navbatida barcha pedagoglar ishtirok etadilar. O'rtada psixologik treninglar tashkil etsa bo'ladi. Psixologlarimiz pedagoglarning qiziqtirgan savollariga javob berish yoki o'zlarini faoliyatlariga doir bo'lgan qiziqarli treninglar bilan ham ishtirok etsak, u pedagoglarni yanada o'zlarining kasblariga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda, bir-birlari bilan o'zaro munosabatlarni yanada rivojlantirishda asos bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik kengashga tayyorlanish shakllari xilma-xil bo'ladi. Masalan, birinchi navbatda tarbiyachilardan biriga o'zini ish tajribasidan kelib chiqqan holatda xulq-atvor madaniyati bo'yicha axborot bering desak, endi bu o'z navbatda boshida birinchi, ikkinchi pedagogik kengashlarda shunday mavzu olsakda, ana shu tajribaga ega bo'lgan pedagoglarimiz pedagoglik imiji yoki hozirgi pedagoglarga qo'yilayotgan talablar haqida qisqacha taqdimot qilib bersa, o'sha taqdimotdan balkim yosh kelgan tarbiyachi pedagoglarimiz, yosh musiqa, yosh psixologlar, yosh ikkinchi sinf o'qituvchilarimiz o'zlariga dars oladilar. Bundan tashqari yana psixologik pedagogik fanlarni rivojlantirish maqsadida ham
ya'ni yangi oxirgi marta chiqayotgan metodik qo'llanmalar bilan ham tanishtirib borsak bo'ladi pedagogik kengashlarda. Ularni taqdimotlarini qo'yib, keyin savollar berib, SWOT analizlar o'tkazib olsak bo'ladi pedagoglar o'rtasida. Savollar ro'yxatini shakllantirish, ya'ni yozma tarzda savollar bilan bir-birimizga murojaat qilib, o'sha asosda savol-javob, debat mashqlarni ham amalga oshirsak bo'ladi. Shu bilan birgalikda hozir aytdim, navbatdan tashqari pedagogik kengash. Navbatdan tashqari pedagogik kengash bu aynan pedagoglarga xos bo'lgan, maktabgacha ta'limga oid bo'lgan yangi farmon yoki qaror, masalan, malaka talablari to'g'risida yangi buyruq ishlab chiqildi va taqdim etildi. Mana shunday vaqtlarda navbatdan tashqari pedagogik kengash o'tkaziladida, aynan pedagoglar uchun ularni malaka talablari tanishtirilib olinadi va qaror qismi qabul qilinadi. Yoki bo'lmasa qandaydir ko'rik-tanlovlar tashkil etiladi. Masalan, yil tarbiyasi ko'rik-tanlovi o'tkazilishi yuzasidan biz navbatdan tashqari pedagogik kengash o'tkazamiz va unga ish rejasini ishlab chiqamiz, ustoz shogirdlarni biriktiramiz hamda yil tarbiyasiga tayyorgarlik ko'rishishlar olib boriladi. Yoki bo'lmasa, yilning eng yaxshi maydonchasini tashkil etish, Sog'lomjon polvonjon sport musobaqalarini o'tkazish bo'yicha attestatsiya, akkreditatsiyadan o'tkazish bo'yicha buyruqlar kelib tushishi mumkin. Mana shunday holatlarda biz navbatdan tashqari pedagogik kengashlarni tashkil etamiz. Pedagogik kengash muhokamasiga ko'pi bilan 2-3tadan ko'p bo'lmagan masala kiritiladi. Har bir masala pedagogik kengash qarori bilan olib boriladi. Ya'ni har bir masaladan keyin rais qaror qabul qiladi va har bir ishtirokchi mana shu qarorga bo'ysunishga majbur hisoblanadi. Bunda qarorda muddat va vaqt, mas'ullar biriktiriladi va har yangi pedagogik kengashda oldingi pedagogik kengashning qarori muhokama qilinadi. Ya'ni oldingi pedagogik kengashda ko'rilgan qarorlar bo'yicha ijro holati qanday bo'ldi deb ijrosi ko'rib chiqiladi va keyin yana boshqa rais yangi pedagogik kengash kun tartibi bilan tanishtirib davom etib ketadi. Pedagogik kengashda qatnashchilar o'zini qo'shimchalari, aniqliklarni, o'zgarishlarni ham kiritishi mumkin. Masalan, fikrlarni bildirib, bilinmagan narsalarga aniqlashtirish maqsadida savollar berishlari, qo'shimchalar ham kiritishlari mumkin. Pedagogik kengash qarorida tekshirilishi mumkin bo'lgan barcha faoliyatlar uslubchi tomonidan nazoratga olinadi. Uslubchi pedagogik kengash yig'ma jild papkasini yuritadi. Kotib esa bayonnoma daftarlarini yuritib boradi va har bir bayonnoma daftarlari alohida raqamlangan, tikilgan, tasdiqlangan, muhrlangan bo'lishi kerak va mana shu daftar asosida 4ta bir yilda pedagogik kengash o'tkaziladi. Bu bayonnoma daftariga navbatdan tashqari pedagogik kengashlar kiritilib boriladi. Har bir pedagogik kengashdan so'ng rais qaror qabul qiladi va qilingan qaror har safar keyingi pedagogik kengash muhokamasidan o'tkaziladi va undan keyin qaror keyingi kun tartiblari, ijrolari ko'rib chiqiladi va har pedagogik kengashda pedagoglar qatnashganlik to'g'risida o'zlarining shaxsiy imzolarini belgilab qo'yadilar va qatnashuvchilar ro'yxatiga kiritiladi. Pedagogik kengashning huquqlari nimadan iborat? Pedagogik kengash maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirish bo'yicha istiqbol rejalarini belgilab beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini o'z oldiga qo'ygan maqsad vazifalarni bajarish yo'llarini belgilaydi va ijrosini ta'minlaydi. Pedagogik kengashda biz maktabgacha ta'lim tashkilotini kun tartiblarini, faoliyatlar jadvalini belgilab olamiz va shu asosda faoliyatlarimizni tatbiq etamiz. Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishda turli shakl metodlarni ishlab chiqadi va uni ommaga tatbiq etadi. O'zini vakolat doirasida ishlab chiqilgan hujjatlarni muhokama qiladi, tegishli qarorlar qabul qiladi. Bu qanday hujjatlar? Bular nazorat turlari bo'yicha ichki nazoratdan o'tkaziluvchi hujjatlarimiz, attestatsiya, akkreditatsiyadan o'tkaziladigan hujjatlarimiz, tahlil, hisobot hujjatlari, undan tashqari monitoring olib boriladigan hujjatlarimiz va bizda ichki nazorat deganda har yili may oyida ilg'or tarbiyachi va metodist tomonidan har bir tarbiyachini faoliyati nazoratga olinadi. Uning hujjatlari ko'rib chiqiladi. Undan tashqari bizda yillik ish rejasida nazorat turlari bor. Bu frontal, qiyosiy va mavzuliy nazoratlar. Mana shu nazorat turlarini tahlili ham aynan pedagogik kengashda tahlil qilib boriladi. O'zini vakolati doirasidagi ishlab chiqilgan barcha hujjatlarni
muhokama qiladi va tegishli qarorlar ishlab chiqadi. Pedagoglarni malaka oshirish rejalari faoliyatlarini tatbiq etadi va reja asosida malaka oshirgan pedagoglarimiz o'zlarining istiqbol rejalarini ishlab chiqib, faoliyatda, ya'ni pedagogik kengashda taqdim etadilar va o'rgangan narsalarini bayon etib beradilar. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ustaviga muvofiq pedagogik xodimlarni rag'batlantirish ham, jazolash bo'yicha masalalar ham aynan pedagogik kengash masalasida ko'rib chiqiladi, navbatdan tashqari masala bo'lib. Kengashni o'tkazish shakllari. Bu yuqorida aytdim. Bu metodik ishlardan biri pedagogik kengash hisoblanadi. Ya'ni uslubiy ishlardan biri. Uni bir nechta shaklda tashkil etamiz. Qiziqarli debat, o'yin, vaziyatli muammolar tarzida, munozara shaklida, davra suhbati shaklida yoki ishchalik o'yinlari tarzida. Bu o'zini qismi bor. Pedagogik kengashda ham biz o'tilgan oldingi qarorlarni mustahkamlash tarzida nazariy tarzda olib borsak, keyin kun tartibi bo'yicha ham hamma o'zini taqdimoti bilan mas'ullar biriktirib chiqiladi. Mana shu undan so'ng biz uni amaliy jarayonga ham olishimiz mumkin. Ya'ni ishchalik o'yin faoliyatiga o'tib ketadi. Davra suhbati jarayonida debat, munozara, vaziyatli muammolar tarzda ham tashkil etib borsak bo'ladi. Pedagogik kengashda har doim birinchi pedagogik kengashda biz o'tkaziladigan 4 ta pedagogik kengashni kun tartibi bilan tanishtiramiz. Va mana shunda kun tartibi bilan tanishtirish jarayonida mas'ullarni ham biriktirib ketiladi va ularga muddatlar ham beriladi. Har o'tkaziladigan yangi pedagogik kengash 1 oy oldin, 15 kun oldin e'lonlar doskasiga osib qo'yiladi, e'lon beriladi va shu asosda ma'ruzachilar o'zini tayyorgarligini ko'rib keladi. Pedagogik kengashda ma'lumotlar 1 kun oldin kotibga ham elektron ham chiqarilgan qog'oz variantida taqdim etiladi. Pedagogik kengashda muvaffaqiyatli o'tkazish belgilari nimadan iborat? Birinchi navbatda mavzu shunday dolzarb tanlanishi kerakki, boshida reja asosida. Bunga hamma qiziqsin. Va shu mavzu o'tilarkan, chiqishimiz kerak, borishimiz kerak, yo'q, qachon bo'ladi pedagogik kengash deb so'rab qiziqtiradi oladigan dolzarb mavzular bo'lishi kerak. Yil davomida mavzularni bir-biriga bog'liqligi bo'lishi kerak. Ya'ni bugun bu mavzuni o'tgan bo'lsak, ogohlantiramiz. Keyingi safar mana bu mavzuni davom ettiramiz. Ya'ni shu mavzuyimizga bog'langan holatda desak, keyingi pedagogik kengashga yanada qiziqarliroq bo'ladi. Pedagogik kengashga tayyorgarlik ko'rish holatlari birinchi navbatda, ya'ni vaqti belgilanishi kerak, jihozlanish, xona talab darajasida bo'lishi kerak. Barcha jihozlar, AQT vositalari va ma'ruzachilar taqdimotlari joy-joyida bo'lishi kerak. Asosiy mavzuning mazmuniga ham e'tibor berishimiz kerak. Oldin metodistga taqdim etib, metodist uni ko'rib chiqib, tasdiqlagach, keyin uni faoliyat, ya'ni pedagogik kengashga taqdim etamiz. Pedagoglarni o'sha chiqishlarni mazmunini ta'minlab berishimiz kerak. Noodatiy tarzda ularni guruhlarga bo'lish. Birdaniga emas, masalan, pedagogik kengashda muhokama tarzi ko'p bo'lgani uchun, birinchi nazariy qism bo'lib keyin amaliy qismga o'tish uchun, shuning uchun shu zahoti ularni guruh kesimiga bo'lib o'tsak ham qiziqarli bo'ladi. Ularni pedagogik kengashga chiqish jarayonlarini qiziqtira olishimiz kerak. Yoki qandaydir mavzular doirasida pedagoglarning muammolari bo'lgan munosabat, ya'ni oxirida qanday muammolarimiz bor, qaysi faoliyatda qiynalyapti tarbiyachilar, ularni savol-javob tarzida o'tkazib olamiz. Rahbarning yakunlovchi so'zi bo'ladi albatta. Undan so'ng tashkiliy daqiqalarimiz boshlanadi. Bu baholanishlar, qabul qilingan qarorlarning dolzarbligi, amaliylik ahamiyatlari belgilab olinadi. Pedagogik kengashga qo'yilgan muammolarning mazmuni shundan iborat bo'lishi kerakki, ularni muhokamasi pedagogik kengashda qaror topishi kerak. Aniq mavzu rahbar tomonidan tasdiqlanib olinishi kerak bo'ladi va shu asosida ham pedagogik kengash tashkil etiladi va pedagogik kengashda natija yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni har bir pedagog, tarbiyachi, musiqa rahbari o'ziga yengillik olib ketish kerak bo'ladi. Bunday pedagogik kengashni tayyorlash, o'tkazishda diqqatni ham jalb etish kerak. Albatta bunga metodist va kotib tayyorgarlik ko'radi. Pedagogik kengashda ishtirok etish uchun 1 yil davomida qilib boriladigan faoliyatlar, mavzular, taqsimot belgilab olinadi va shu asosda biz 3 oyda bir marta o'tkazilganligi uchun uni biz yoki musiqa zallarida yoki metodist xonalarida tashkil etib boramiz. Uni bemalol yoritishimiz ham mumkin. Pedagogik kengash tashkil etish jarayoni ommaviy axborot vositalarimizda
Undan tashqari pedagogik kengashda yuqorida aytganimdek yillik ish rejada belgilangan vazifalar doirasida o'tkaziladi va albatta hisobotlar yil yakuniga kelib tinglanib boriladi. Hisobot asosida bu yerda biz yillik hisobotni shakllantirganimiz uchun hamshiradan ham hisobot qabul qilamiz. U ham o'zini bir yillik faoliyatda olib borgan faoliyatlarini hisobotini beradi. Defektolog ham o'zini ishlagan jarayoni, korreksiya ishlari bo'yicha qanday ishlar olib borgani to'g'risida hisobot beradi. Psixolog ham o'zini hisobotlarini beradi va hamma hisobotlar jamlanib yil yakuniga kelib hisobotlar metodist va rahbar tomonidan taqdim etib boriladi va hammaga bu narsa o'qib eshittiriladi va kelgusi o'quv yili ish rejalari belgilab olinadi may oyida. Hamda yozgi sog'lomlashtirish davrida biz pedagogik kengashni tashkil etmaymiz. Asosiy pedagogik kengashlar o'quv yili davrida tashkil etib boriladi. Va bu pedagogik kengashda biz maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy vazifalari bilan tanishtirib boramiz. Birinchi pedagogik kengash avgust oyida va shu asosiy vazifa asosida har bir pedagog o'zini vazifasini ishlab chiqib, shaxsiy ish rejasini birinchi betiga belgilab qo'yadi. Va shu asosda o'zini bir yillik faoliyatini olib boradi. Har bir o'tkaziladigan pedagoglarga taalluqli bo'lgan muammolar, yangi chiqqan qaror buyruqlar aynan mana shu pedagogik kengashda tanishtirilib boriladi. Shuning uchun ham biz pedagogik kengashi oliy organ deb ataymiz. Mana bugungi pedagogik kengash mavzuyimiz qizlar shundan iborat edi. Pedagogik kengash bo'yicha savollaringiz bormi? Sizlarda keyingi oyda pedagogik kengash o'tkaziladi. Yer sarhisobi bog'chada ishlaygan qizlarimiz bilishadi. Fevral oyida ham pedagogik kengash o'tkazildi. Qaysi guruhlarda frontal faoliyat nazorati o'tkazildi, ya'ni butun guruhdagi tarbiyachi faoliyati nazoratga olinadi. U yerda bir oy davomida ham frontal faoliyati kuzatiladi, ham markazdagi faoliyatlar, qabul jarayonlari, ovqatlanish, uyqu vaqti, ota-ona bilan o'tkazadigan suhbatlar, har bir sizni faoliyatingiz frontal nazoratga olinadi. Komissiya a'zolari asosida, bu komissiya a'zolari buyruq asosida biriktiriladi o'quv yili boshida va shu asosda frontal faoliyat nazoratga olinadi. Va sizda ham bu narsa aksariyat kimlaringizdadir bo'lgandir, chunki frontal faoliyat aylanadi. Bir yil bu tarbiyachi o'tgan bo'lsa, keyingi yil boshqa tarbiyachi faoliyati nazoratga olinadi. Bundan tashqari guruh kesimida ham frontal mashg'ulotlar o'tkazilishi mumkin. Mavzuli nazoratlar butun maktab ta'lim tashkiloti guruhlarida tatbiq etib boriladi. Bu nazoratlar birinchi pedagogik kengashda ko'pincha mavzuli nazorat o'tkaziladi, ya'ni yangi o'quv yiliga guruhlarning tayyorgarlik holati asosida tekshiriladi va uslubchi pedagogik kengashda har bir faoliyat bo'yicha guruh tayyorgarlik holatlari, markazdagi holatlar, tarbiyachining ko'rgazmalari, guruhning yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holatlari, ish hujjatlarining tayyorgarlik holatlari bo'yicha o'zini chiqishini qilib gapirib beradi. Kamchiliklar bo'lsa pedagogik kengash qarori asosida muddat belgilab olinadi va shu muddat asosida tarbiyachilar kamchiliklarni bartaraf etib qo'yadilar. Undan tashqari pedagogik kengashda malakaviy amaliyot, oliy ta'lim muassasasi bilan tuzilgan shartnoma asosida malakaviy amaliyotlar, shartnomalar belgilab olinadi. Amaliyot dasturlari tasdiqlanib olinadi va pedagogik kengashdan so'ng amaliyotchilar maktabgacha ta'lim tashkilotlariga tashrif buyurishlari mumkin bo'ladi. Mana shu masalalarni biz pedagogik kengashda ko'rib chiqamiz. Pedagogik kengash o'tkazish bo'yicha savollaringiz bormi, qizlar? Mavzu tushunarli bo'ldimi? Xuddi shu tartibda sizlarda ham pedagogik kengash o'tkaziladi. Yo, biroz boshqacharoq tashkil etasizlarmi? Yo'q, shunaqa tashkil etiladi. Xuddi shu tartibda pedagogik kengash asosiy metodik masalalar ko'tarilib, sizga taqdim etib ko'rib chiqiladi. Hop, ana endi o'tilgan mavzularni tahliliga kelamiz. Savol-javob emas. Keling, siz bilgan qiz javob berib keturasiz. Bilmagan joyingizga variant aytaman, bilganingizda savolda to'xtab qolaman. Birinchi savol. Birinchi boshli mavzuga qaytib olamiz. Maktabgacha ta'lim tarbiya davlat standartini maqsadi nima edi? Ya'ni 8-sonli buyruq asosida. Bilganlar bo'lsa javob bering yoki variant aytaman. Maqsadi barkamol avlodni
to'la ilmli qilib chiqarish. Hop, ya'ni maktab ta'limiga har Tayyor. tomonlama Ha, tayyorlab berish. maktabgacha bo'lgan bolalarni har tomonlama rivojlantirish oldiga maqsad qilib Maktabgacha qo'yilgan. bolalar. Hop, ushbu standart o'z ichiga nimalarni qamrab olgan? Tarkibiy qismlari, ya'ni ilovalar nimadan iborat? 3 ta ilovasi bor dedim. Davlat dasturi, Mhm, davlat standarti, mhm. aa, Yana bitta. yana uchinchisi Davlat talablari bor edi. davlat talablari. Ha. Mhm. Hop, qanday hujjat asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan faoliyatlarning nomi, eng kam hajmi, ularning yoshi bo'yicha taqsimoti belgilanadi? Rivojlantirish hammadanmikin? Qaysi hujjat edi? Yaqinda tahlilni ham qildik qizlar. Esingizda bo'lsa. O'quv reja edi. O'zgartirish kiritishimiz mumkin degan edim. O'quv reja. Qaysi hujjat ichida edi? Ha, bundaman. Nol qadam. besh. Yo'q, Ilk ilk qadam u on. To'g'ri, to'g'ri. Takomillashtirilgan ilk qadam dasturi. Ha, Ya'ni namunaviy o'quv reja asosida belgilanadi. İlk qadamda bor u. Kichik guruhlarda hafta mobaynida o'tiladigan faoliyatlarni, ya'ni ta'limiy faoliyatlarni metodist necha marta kuzatish kerak? Buni ham o'tdik uslubchi faoliyatida esinglardan metodist vazifasida. Kichik yoshdagi guruhlarda hafta mobaynida, keling metodist demayman, boshqacharoq beraman. Kichik guruhlarda haftasiga necha marta faoliyatlar rejalashtiriladi, frontal faoliyatlar? İki marta. Nechta frontal faoliyatimiz bor o'zi? Reja Reja bo'yicha bo'yicha. Nutq o'stirish, nimalarda? keyin matematikada kichik guruhda. Keyin san'atni ham umumiy Kichik guruhlar. ishlaymiz. Yana ko'p-ku esinglardan o'quv reja bo'yicha necha qilinuvdi? Yon tarbiyamiz bor. Musiqa, jismoniy tarbiya, Aha. Musiqa kiradi o'shalar. Hammasi musiqa, kiradi. jismoniy tarbiya kiradi. Ha. 8tamidi? 12 ta. Ha. 12 ta. Esinglardanmi 12 ta oluvdik. Keyin uni integratsiyasini qiluvdik, ya'ni bog'lovdik bir-biriga. Hop, keyingisi. Hozir. Osonroq. Shunda Nechta kichik yosh rivojlanish sohasi? Ha, kichik yoshda 12 ta frontal faoliyat o'quv reja asosida berilgan qizlar. haftada shunda necha marta bo'ladi? Yo'q, Bo'lib tashalganda haftasida. o'sha 12 ta. Qarang, bo'lib tashalgan, masalan, musiqa endi ular hozir loyiha ishini ham, applikatsiyani ham frontal o'tadi. Aha. O'shaning uchun shunday. Uni biz integratsiyaga oldik-da, men sizga tushuntirdim. Integratsiya qilib markazga bog'lagan edik. Markazga bog'lash. Lekin ayrim tashkilotlar frontal tarzda olib qo'ygan uni o'zini ish reja, jadvalida, ta'limiy faoliyatda. Rivojlanish sohalari nechta? 5 ta. Qaysilar eslab olamiz? Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzi, ijtimoiy rivojlanish, nutq, rivojlantirish, muloqot, bilish, bilish, ijodiy. keyingisi esa ijodiy rivojlanish sohasi. Endi qarang, shunday testlar ham tushadi qizlar, moslikni toping degan. Ya'ni moslang, sohalar bilan kichik sohalarni moslang. Bittasini tahlil qilib ko'ramiz. Jismoniy rivojlanish, sog'lom turmush tarzi, soha o'qimaman. 5 ta soha. Ijtimoiy, hissiy, nutq, muloqot, bilish jarayoni, ijodiy rivojlanish. 5 ta ketma-ket soha. Tasavvur qilyapsiz? Ana shu 5 ta ketma-ket sohaga yonida men kichik sohalarni o'qiyman. Siz keyin moslab berasiz. Intellektual bilish malakalari. A javob. B javob. Qo'l barmoqlari mayda motorikasi. S ijtimoiylashuv, kattalar, tengdoshlar bilan muloqot. Sensa motorika. Badiiy ijodiy qobiliyat. Integratsiya.
Qaysi jismoniylik edi? Mayda motorika. Mayda. Mayda motorika o'qimadimmi? Aytdingiz? Mayda qo'l motorika. Motorika dedim. Qo'l barmoqlari mayda motorika jismoniynikimi? Yo'q, Yo'q, sensa yo'q, motorika, yo'q. sensa motorika. Insonmi? Qo'l barmoqlari mayda motorikasi qaysi sohani kichik sohasi edi? Nutq, to'g'ri. Nutqniki, nutq o'qtirish nimasiniki? Nutq muloqot Quloq o'qish yosh malakalarniki edi. malakalari. Hop. Intellektual bilish malakalari. bilish, Bilishga. rivojlanish. Rivojlanish. Integratsiya. Integratsiya bir-biriga bog'lab ketish nimasi edimi? Ijodiymi? Integratsiya degan kichik soha yo'q, bu chalg'ituvchi savol. Bu chalg'ituvchi shu Chalg'ituvchi, shunda yanishmang. Mana shunaqa chalg'ituvchi savollar ham tushadi. Hop, endi necha yoshda bola geometrik shakllarni biladi va ularni predmetlar orasidan ajratadi. Predmetlarni uzunligi, eni, qalinligi va balandligiga ko'ra taqqoslay oladi. 4-5 yoshlimi? 4-5 yosh. 4-5 yoshli uzunligi, qalinligi, 6-7 balandligi yosh. katta yoshda bo'ladi u 5-6 yoshda bolalar. 5-6 yoshda bo'ladi, to'g'ri. Katta guruhda. Savolni davomini eshitmayapsizlar-da. Boshida to'g'ri, necha yoshda geometrik shakllarni biladi, ularni predmet orasidan ajratib oladi, lekin uzunligi, eni, Uzunligi emasga qarab bo'yicha qiyoslashi katta o'zi katta guruhdan boshlanadi. Shuning uchun oxirigacha tahlil qilamiz. Necha yoshda bola kattalar harakatlari va xulq modelini imitatsiya qilgan holatda ularga taqlid qiladi. Imitatsiya deyilyapti qizlar. Qaysi yoshdan Qaytaradi. o'rgatadi? Qaysi yoshdan edi? 5 yoshda. 5-6 yoshmi? Nega ertak qahramonlarni qaytarib beradi-ku, necha yoshda eriniydi? 4-5 yoshda. 4-5 yoshdan boshlab turib ularga bemalol maqsad bo'ladi. 4-5 yoshdan bemalol bera oladi. O'rgatsak. Dunyo ijodiy rivojlanish sohasining kichik sohalari. Qaysilar? Ijodiy rivojlanish sohasining kichik sohalari. Ijodiy qobiliyati, badiiy ijodiy qobiliyati Yana bitta. va o'sha nimani tasavvuri. Dunyoni Dunyoni o'sha badiiy Badiiy tasavvurini tasavvur tasavvur etishi. bilish jarayonining kichik sohalari qaysilar edi? Bilishniki Ana matematika ham bilishda kiradi. matematika kiradi, elementar matematik malakalar ham. To'g'ri. Atrofi olmaydimi olamni? Badiiy. Atrof olamni badiiy nima qilish nima shu? Hozir yuqorida aytdim. Taqlid, yo'q, tanqid qilishmi nima? Nima edi shu? Nega esingda? Refleksiv faoliyat Faoliyat, degani. samarali, refleksiv, tanqidiy bilish, samarali, refleksiv faoliyat. Birinchisi Intellektual anglash. intellektual anglash, to'g'ri. Ana endi bilish jarayoni rivojlanish sohasiga tegishli bo'lgan indikator topasiz. Asa. Tabiat burchagidagi o'simlik jonzotlarni parvarishlaydi, salomatlikka zararli bo'lgan xulq shakllarni anglaydi. B'si boshqalar xatti-harakatiga o'z taassurotlarini bildiradi, o'zgalar tuyg'usiga quvonganligini namoyon etadi. S'si atrof olam haqida mustaqil ma'lumot izlaydi, kuzatuvlar asosida xulosa qiladi, umumlashtiradi, yil fasllari, voqea, hodisa ketma-ketligini aytadi. D'si shaxsiy tajribasiga tayanib, rasm yuzasidan tasviriy hikoyalarni mustaqil tuzadi, guruh muhokamasida muloqotga kirisha oladi. S'mi? Bilish. To'g'ri, S'si. Ya'ni bu yerda nima bor edi? Kuzatadi. Anglaydi. Muloqotga kirishadi. Yo'q, muloqotga kirishadi, u nutqki. Adashmang.
Yil Yo'q, fasllarni, voqea hodisalarni Ha. ketma-ket ayta oladi. To'g'ri. Hop, sizga yana jismoniy rivojlanish, sog'lom turmush tarzining kichik sohasini juda yaxshi bilasizlar. To'rtta Qaysilar? bo'ladi. Aha. Yirik Yirik motorika, motorika, mayda mayda motorika, sinsa motorika. motorika Undan ham savol beravering. Sog'lom turmush tarzi va xavfsizligi. va xavfsizlik. To'rtta. Sog'lom. Endi 3-4 yoshda bola o'z oilasi va yaqinlariga qiziqish bildiradimi? Ha, bildiradi. 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 To'g'ri. Nutq, muloqot, o'qish malakalar sohasiga oid kichik soha. Intellektual anglash malakalari A'si. B'si dunyoni badiiy tasavvur etish. S'si qo'l barmoqlari mayda motorikasi. D'si intellektual anglash. Qo'l barmoqlari. Qo'l barmoqlari. Hozir qaytaruvdik gap tepada. Hmm. Maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy faoliyat turi. Maktabgacha O'yin. ta'lim asosiy O'yin. faoliyati o'yin orqali. To'g'ri. 6-7 yoshda bola hajm, balandlik, qalinlikka qarab predmetlarni ketma-ket joylashtira oladimi? Albatta 6-7 yoshli Joylashtiradi. 6-7 Ha, bola. To'g'ri. Endi men konsepsiyasiga berilgan javob. Men konsepsiyasi A javob. Bola o'z tushunchalari va xatti-harakatlarni anglash, mustaqil tahlil qilish asosida xulosalar shakllanish jarayoni hisoblanadi. B'si bolaning o'zi haqidagi anglagan tasavvurlari tizimi uning refleksiv faoliyatining bir qismi hisoblanadi. S'si bolalarda kutilayotgan bilim, ko'nikma, malakalar ko'rsatkichi. Ikkinchisini, B'sini Javob. B javob. To'g'ri. Ya'ni bola o'zi haqidagi anglagan o'zi tasavvur haqida tizimi anglagan uning refleksiv tasavvurni. faoliyatining bir javob, qismi hisoblanadi. To'g'ri. Xo'p, davlat talablari asosida erta yoshdagi bolalik yosh davri qaysi? 0 yoshdan 3 yoshgachami? Erta yoshdagi bolalik yosh davri. Yosh davri. Ilk yoshmi? 1 yoshdan 3 Ha, yoshga. bir yoshdan. Bir yoshdan uch Hozir yana metodist maslahat soatlari rejalashtirganda bir oyda necha marta rejalashtirardi? Oldingi darsda o'tdik. 3-4 martami? Bir oyda necha marta rejalashtirardi? 4 marta. Voy, 2 marta. 4 marta o'zi vaqti-yu sizga 4 marta rejalashtiradi. 2 marta yetadi unga. 2 marta. Xo'p, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim tarbiya beruvchi faoliyat turlari qaysilar? Ta'lim tarbiya beruvchi faoliyatlar. Sizda shunaqa jadvalingiz ham bor, tasdiqlangan. 5 ta markazmi? Bittasi 5 ta markazimiz, to'g'ri, ya'ni rivojlantiruvchi markazlardagi faoliyat va Frontalmi? to'g'ri, frontal, ya'ni umumiy guruh Mega. bo'lib o'tadigan faoliyatlar. Hop, keyingisi. Metodist ishidan biroz qiynalasizlar-da. Molasi. Pedagogik kengash qaysi oylarda o'tkazilar ekan? Avgustda, noyabrda, fevralda, mayda. Zo'r, yaxshi. Hozir yana maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining oylik ish rejasi qaysi yo'nalishlarni o'z ichiga olardi? O'qiymi? Pedagog, qarang qizlar. Yo'nalishlar dedim. Bunda 4 ta javob tanlaysiz. Birinchisi pedagog kadrlar bilan ishlash. Ikkinchisi xaritalarni yuritish tartibi. Uchinchisi tashkiliy pedagogik ishlar. To'rtinchisi hamkorlik ishlari. Beshinchisi rivojlantiruvchi muhitni yaratilganligi to'g'risida. Oltinchisi tadbirlarga tayyorgarlik. Oldingi darsda o'tgan Xaritasi bilan pedagoglar bilan ishlash. Pedagoglar bilan ishlash, xarita bilan ishlash masalan. Ikkinchisi u hujjat edi xarita qizlar, ish hujjatni ichida men oylik ish rejasini ichida deyapman.
Hmm. Rivojlanish xaritasi alohida 04, 03 hujjati. Biz 04, 03 hujjatni ichida nimalar bor dedim. Ya'ni nimalarni rejalashtiradi u? Esizdami? Pedagoglar bilan ishlash. To'rtta yo'nalishi edi. Ya'ni to'g'ri, birinchi pedagog kadrlar bilan ishlash bor. Yana esizdami aytuvdim, petkengashlar, faoliyatlar rejalashtiradi, frontal faoliyatlar, ertalabki qabul deb aytuvdim. Tashkiliy pedagogik ishlar, keyin yana bor edi, esingizda bo'lsa, maktab, mahalla bilan hamkorlik ishlari, hamkorlik ishlari bor. Va oxirgisi tadbirga tayyorgarlik edi. Esingizda bo'lsa, tadbir o'tkazilgan tadbirlarga qay holatda ketayotgan nazorat qiladi. Shu asosda reja tuzib oladi o'ziga 1 oylik dedim. Mana shu 1 oylik rejani ichida bo'ladi metodistda. Endi bu yog'i pedagogik kengash qanday organ hisoblanadi? Oliylik, nima dedi? Oliy organ. Oliy organ. To'g'ri. Hozir aytdim. Endi yana moslik topasiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kunlarining ertalabki qabul jarayonidagi suhbat mavzulari. Suhbat. Suhbat mavzularini sanab o'tamiz, keyin biriktiramiz qizlar. Qanday suhbat mavzulari bor o'zi? Ketma-ketlikda emas, eslab olamiz 5 ta suhbat mavzusini. Odob axloq. Yo'l harakat qoidalari, Yo'l harakat Demakki, qoidalari. yozamiz, Savodxonlik. Bolalar savodxonlik. huquqiy savodxonlik, to'g'ri, madaniy gigiyenik Shaxsiy gigiyena ko'nikmalar, qoidalari. qoidalari. Bolani xavfsizlik nima edi shu? Ana endi Oxirgi men juma mavzularni kuni o'qiyman. Qaranglar qizlar, mavzuni o'qiyman, sizlar biriktirasizlar. Odob axloq qoidalari, yo'l harakat qoidalari, huquqiy savodxonlik, bola hayot xavfsizlik asoslari, madaniy gigiyenik ko'nikmalar, iqtisodiy tadbirkorlik ko'nikmalari. Ana endi hafta kuniga biriktiring. Dushanba. Dushanba. Haftani boshida shaxsiy gigiyenaga oid Yo'q, bunaqalar shaxsiy ko'riladi. gigiyena. Odob axloq qoidalari. Odob axloq seshanba kuni ko'riladi. Hafta kunini Seshanba. qizlar eslaysizlarmi? Sizlarga tahlil qilib beruvdim. Aynan dushanba va juma eslab qoling deb. Nima uchun Shaxsiy gigiyena dushanba qoidalari. mavzu tanlanadi? Nima uchun juma kuni u mavzuni tanlashimiz ham tahlilni aytuvdim. Aytuvdingiz, shaxsiy gigiyena qoidalari birinchi kuni. Aha. Ikkinchisi odob axloq. Odob Gigiyenik axloq. ko'nikma, odob Uchinchi axloq, kuni nima? Huquqiy savodxonlik. huquqiy savodxonlik. To'rtinchi kuni yo'l harakat qoidalari. Beshinchi kuni esa bola xavfsizligi kuni. To'g'ri. Oy hafta mavzusiga ko'ra qaysi jarayon rejalashtiriladi? Oy mavzusiga ko'ra qaysi jarayon? Ta'limiy, Faoliyat. Sayr jarayonimi? nega ta'limiy jarayonlar? Ta'limiy jarayon. Ta'lim tarbiyaviy jarayon. Va Ta'limiy tarbiyaviy. Tarbiyaviy jarayon. Ta'lim tarbiyaviy tarbiyaviy jarayonlarimiz rejalashtiradida o'sha haftaga qarab. Ikkalasi ta'lim tarbiyaviy jarayonlarni Tarbiya. rejalashtiradi. Bir haftalik. Asosiy umumiy guruh bo'lib o'tilib qoladigan, ya'ni o'tiladigan frontal faoliyatlar. Asosiy. Har doim o'tamiz. Til va nur, Matematika. Fan va eng tabiat, tilga matematika. o'rgatish. Fan va tabiat. Musiqa o'tamiz qizlar, Jismoniy jismoniy o'tamiz tarbiya Musiqa, bor. jismoniy tarbiya, ikkinchi tilni o'rgatish. va savodxonlikka. Savodxonlikka o'rgatish. Endi rivojlantiruvchi markazlar sanab o'tamiz. To'liq nomi bilan. Kim sanaydi? Xatosiz. Qurish, yasash va matematika markazi. Konstruksiya qolib ketdi o'rtada. Qurish, yasash, konstruksiyalash. Va Va matematika matematika markazi. markazi. To'g'ri. Til va nutq Syujetli o'yinlar markazi. markazi. Syujetli rolli o'yinlar markazi. Sahnalashtirishchi. Qolib ketdi. Sujet rolli o'yinlar va dramaturglashtirish.
Aha, yana musiqa markazi, San'at. Fan sport va tabiat markazi, markazi. Ilm, fan va tabiat markazi. fan va tabiat. Fan va tabiat markazi. San'at markazi. San'at markazi. Qaysi San'at markazni man markazi. hozir qo'shimcha qo'shib yubordim? Musiqa Ahamiyat markazi. bilan. Musiqa markazi. Yana Musiqa bitta markazi yo'q. Jismoniy ta'min ikkita markazi yo'q. qo'shdim. Ha deb ketdinglar. Ikkita qo'shdim, ha deb qo'ydinglar. Jismoniydami? Ha, sport Jismoniy markazimiz. yo'q-ku. Bu Sport sport markazi. burchagimiz bor. Ha, qo'shib ketdik. Chalg'imang. Xo'p, yana endi sizga savol, shaxsiy ish rejamizda qaysi faoliyatlarni biz rejalashtirmaymiz? Buni eta siz yodlab oldingiz. Buni et urib hadi bu savolni sizga. Rejalashtirmaymiz dedingizmi? Bolalar Umuman ixtiyoriy o'yinlari. Qaysi? Bolalar ixtiyoriy o'yinlari kiradi. Nega ixtiyoriy o'yin rejalashtirishni sayrda bor-ku, yozasiz-ku baribir. Yozamiz. Bolalar bilan yakka ishlashni rejalashtirmayman. Uni ham rejalashtirasiz, rejada bor-ku yozib. Yozmaymiz Qilaman deb turib unga Uyqu bilan yozasiz-ku. ovqatlanishni. Uyqu To'g'ri, bilan uyqu va ovqatlanishni umuman rejaga olmaymiz. Hmm. Aynan savol tushadi qizlar sizlarga. Kun tartibi jadvali bilan sizni shaxsiy ish rejangiz ichidagi faoliyatlardagi o'zgarishlarni, faoliyatlarga rejalashtiradigan faoliyatlarni farqi nimada? Ya'ni kun tartibida xuddi nima bo'lsa, siz shaxsiy ish rejangiz xuddi shu narsani rejalashtirasiz, to'g'rimi? Aynan ikkalasini o'rtasidagi farq shundaki, uyqu va ovqatlanish shaxsiy ish rejada yo'q. Yozmaymiz. Kun tartibida bor. Ana endi haligi qizimiz aytdilar-ku, yakka ishlash. Yakka ishlash qanday rejalashtiriladi? Yakka ishlashi masalan faoliyatingizda qaysidir bola orqadan nima qilayotgan bo'lsa, o'shani olasizda, o'zingizga reja qilib olasiz. Pedagoglar bilan hamkorlikda. To'g'ri, ular bilan nima qilishingiz mumkin, biriktirib. Yo'q, lekin siz pedagog bilan hamkorlik olmaysiz, yakka ishlashga aynan bola olasiz-ku. Va nima faoliyat bilan shug'ullanishingizni yozasiz. Aynan mana shu yakka ishlash bo'limi bir hafta oldin to'ldirilmaydi. Ya'ni kuniga to'ldiriladi. Shu bo'lim faqat ochiq qoladi. Faqat keyin shu bo'limni biz kun davomida to'ldiramiz, to'g'rimi? Bir hafta oldin to'ldirilmaydi. O'sha kun bola kelmay qolishi mumkin, ustoz? O'shaning uchun ham o'sha yo'ni anaqa qismi bo'limi ochiq qoladi shaxsiy ish rejamiz. Kunning birinchi yarmida, ya'ni kunduzgi sayr necha qismdan iborat? 5 qismdan iborat. Qaysilar? Birinchisi kuzatuv, ikkinchisi mehnat, uchinchisi asosiy harakat turini mustahkamlash, uchinchisi esa harakatli o'yin,